Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Harakati Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkiloti qurilganligining 5 yilligini, Tiananmen qirg'inchiligining 34 yilligini xotirlash munosabati bilan 4-iyun yakshanba kuni Amerika Oqsaroyining oldida namoyish o'tkazib, Amerika hukumatini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlari, ommaviy tashkilotlar va faoliyatchilarni Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligini, Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini va mustamlikasini oxirlashtirish uchun amaliy ahamiyatli harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakatining qurg'uvchisi, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi: Biz bugun Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlikasini va ishg'oliyatini oxirlashtirish maqsadida qurilgan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakatining 5 yilligini, 1989-yili Beyjingda yuz bergan Tiananmen qirg'inchiligining 34 yilligini xotirlab namoyish o'tkazmoqdamiz. 34 yil burungi 4-iyun kuni Xitoyning Beyjing shahrida demokratiya va inson haqlarini talab qilgan cho'ng bir harakat yuz berdi. Necha yuz ming, balki 1 millionga yaqin insonlar o'zlari va keyingi nasllar uchun texmi yaxshi kelajak barpo qilish maqsadida Tiananmen maydoniga yig'ildi. Ularning orzulari Xitoy bostirish mashinasi orqali bostirilib, tasavvur qilg'isiz tragediya bilan oxirlashdi. Xalqaro jamiyat Tiananmen maydoni qirg'inchiligiga qarata ahamiyatli harakat qo'llanganlikdan tinch siyosat Xitoy Kompartiyasi va uning hukumatini jasoratlantirib, yolg'iz Xitoy xalqining erkinligiga to'salg'i bo'lib qolmay, yana Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda 2014-yildan buyon vahshiy irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yo'l ochdi. Vaqt Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirish insoniyat uchun yordamlashish vaqti. Biz bu qatimqi namoyish orqali Amerika hukumati va xalqaro jamiyatni va'dasida ching turib, mo'rini mo'riga tirab, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini oxirlashtirishni talab qilganligimizni bildiramiz. 2017-yili yozda Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish maqsadida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti qurildi. Biz Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni maqsad qilgan harakatning 5 yilligini xotirlaymiz. Sharq Turkiston diasporasining qo'llashi, amerikalik do'stlarimizning qatnashishi bilan Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, Xitoy katiboshlarining mas'uliyatini surishti qilib jazolash, Sharq Turkistonni Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni, adolat uchun kurash qilishni, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni maqsad qilgan Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullatdik. Gerçi Amerikaning ichi va sirtidagi Xitoy va uning vakolatchilari qarshilik tug'dirgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakati to'salg'ularni yengib, obida xarakterlik natijalarni qo'lga keltirdi. Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullatish jarayonida iltimosdagi vatanimizning nomi Sharq Turkistonning o'rniga Xitoy qo'ygan mustamlika va ishg'ol ma'nosini bildiradigan Xinjiang degan nomni qo'llanishni talab qilishdek nurg'unlagan to'salg'ularga duch keldik va Sharq Turkistonning ishg'ol va mustamlika qilinganligini e'tirof qilgan xalqning ching turib qo'llashi natijasida bu to'salg'ularning ustidan g'alaba qildik. Uyg'ur siyosati qonuni oxiri ma'qullandi. Xitoyning o'rinlari jazolandi. 3 yil vaqt ichida Amerika hukumati va Yevropadagi davlatlarning parlamentlari Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi va aybladi. Gerçi faktlar nurg'unlagan Xitoyga ishlaydigan kuchlarning borligini va yana mustaqilligimizni qo'llaydigan kuchlarning borligini ko'rsatsa-mu, nurg'unlagan raqobat va qarshiliklarga uchragan bo'lsak-mu, tarix shundaqla o'tgan 5 yillik sarguzashtlarimiz shuni ko'rsatdiki, biz izchil tik turib qat'iy davomlashtirgan vaqtimizda g'alaba qilamiz. Hukumat va millat vakillarining biz uchun atgan unumli qadamlarini olqishlaymiz. Biz so'z va jazodan ko'p narsalarni talab qilishimiz kerak. Amerika hukumati va boshqa davlatlarning atalmish so'zlaridan halqib, yurgizilmoqda bo'lgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish va yana yuz berishining oldini olish uchun ahamiyatli harakat qo'llanishini talab qilamiz.
irqiy qirg'inchilikning qarshisida uni yenikiltish va xotirjam kayfiyatda turishning o'rni yo'q. Tesla va Ches'ga o'xshash o'nlarcha Amerika shirkatlarining Xitoy bilan tijorat qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumib, iqtisodiy manfaatni inson hayotidan ustun qo'yib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizish qilmishiga sherik bo'layotganligini ayblashimiz, mas'uliyatini surishti qilishimiz lozim. Biz Amerika hukumatini, bo'libmi Bayden hokimiyatini Xitoyga qarata tinchlik siyosatini to'xtatish va qat'iy pozitsiya bildirish orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga, inson haqlari va kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi, dunyo bexatarligiga tahdid ilib kelishiga qarshi haqiqiy kuch va jasoratini namoyon qilishga chaqiramiz. Xalqaro jamiyatning ojizligi Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni davomlashtirishiga jasorat ato qiladi va kuchlantiradi. Amerika o'tirg'i qo'ygan erkinlik prinsiplariga xatar ilib keladi. Biz izchil turda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishda ching turamiz. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning birdan-bir usuli Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish va Sharq Turkistonni besib olingan davlat deb e'tirof qilish. Bu siyosiy izchillik va zaruriyat. Biz tarixda o'z-o'ziga xo'ja bo'lib mavjud bo'lib kelgan millionlagan insonlarning azob chekishini xohlamaymiz. Yig'inchoqlab aytganda, biz Amerika hukumati va xalqini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni, Sharq Turkiston xalqini o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi xalq ommasini biz bilan hamkorlashib, adolatni, inson haqlarini, inson g'ururini va mustaqilligini yoqlab, Xitoy imperializmidan xoli go'zal bir kelajak uchun kollektiv amaliy harakat qo'llanib, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni, Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini, mustamlikasini oxirlashtirishni talab qilamiz. Xalqaro jamiyat, dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlari, tashkilotlar va faoliyatchilar birdek Sharq Turkiston xalqining irqiy qirg'inchilikdan qutulib, erkinlik, demokratiya, kishilik huquqiga erishdiki birdan-bir yo'lning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini tunib yetishini talab qilamiz dedi. Tövende Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor apandining xalqimizga chaqirig'iga quloq bergaysizlar. Assalamu alaykum, Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugün Sharq Turkiston milliy harakatininki Sharq Turkistonning mustaqillik uchun umumiy safarbarlik e'lon qilib, xalqning birlikka Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun Sharq Turkistondagi Xitoyninki irqiy qirg'inchilikni tuzash uchun xalqaro harakat chaqirishimizga 5 yil bo'ldi. Gerçi 5 yıl burun bugünkü günde başlayan bolsakmı Xitoyninki halkçıları ve Xitoyning koçmakçıları ve jasları bu hareketimizni tuzash uchun turli hareketlarni yapadi. Turli suiqasdlarni yapadi. Hatta qonunni chiqarmaymiz deb turishdi. Ammo biz 5 yıl burun Amerika parlamentini 5 yıl biz çokum Sharq Turkistonning bu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildiramiz. Cho'qim Amerika parlamentidan qonun chiqaramiz. Cho'qim Xitoylarga jazo yurgizamiz. Cho'qim Sharq Turkistonda besilgan davlat deb e'tirof qildiramiz va cho'qim Amerikaninki va butun dunyoninki Sharq Turkiston xalqiga va Sharq Turkistonga bo'lgan hissasizlikni oshirib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yardımını qo'lga keltiramiz deb harakat qilgandik. 5 yildan keyin nurg'un suiqasdlar bo'ldi, nurg'un tuzliqlar bo'ldi. Qonun chiqmaydi dedi, lager desang bo'lmaydi dedi, xoin munofiqlar. Irqiy qirg'inchilik desang bo'lmaydi dedi, xoin munofiqlar. Sharq Turkiston desang bo'lmaydi dedi, xoin munofiqlar. Mustaqillik desang bo'lmaydi dedi, xoin munofiqlar. Bayroq ko'tarsang bo'lmaydi dedi, xoin munofiqlar. Ammo Allohga shukr, Xudoga shukr va xalqninki harakati bilan va amerikalik do'stlarimizninki va boshqa do'stlarimizning qo'llashi bilan garchi ba'zi qiyinchiliklarimiz 5 narsaninki hammasi qilmagan bo'lsak bu hozirgacha. Bu 5 ning ishini amalga oshirib bo'ldik. Qonun chiqardik.
ırkый kırgınçılıkni itiraf kıldırdık. Xitaylarga jazo yurgizdik. Ama bu yeterlik emas. Korkmağınız halkım. Hareket kılışımız gerek. Biz hareket kıysak bereket kalgan Allah'ın. Kalbi bizim buludu çokum. Bana asla halkara Şarkı Türkistan'ı bilişki başladı. Ve biz vazgeçmeyi bu yolumuzda devamlaştırsak biz inşallah yakınki keligizde günlü hareket kıysak yetip olmasak armasak talmasak biz çokum mustakil bulunuz. İnşallah. Ve biz Şarkı Türkistan'ı bizlerden devletler itiraf kıldırırız. İnşallah bu yakın gelecekte buludur. Bunun için hemmimiz hareket kılışımız gerek. Hainlarınki, münafıklarınki, satkınlarınki, düşmanınki yine ger uyarlarına aldanmaslıkımız gerek aziz karandaşlar. Yakından yazı Şamal'ınki ne taraf lapıldıgellik için yani Şarkı Türkistan'ın tarafını lapıldıgellik için bazı Xitay'ınki jas münafık hainleri şapırlan, büşküçüdülan özgürü aldı. Ve özgürdük da halkını yani özgürmekçi kırılışına verdi. Kırılışta o bizim Şarkı Türkistan davetimiz, kırılışta o bizim müstakillik davetimiz da halkını yana aldap gidip vardı. Bu uyarlarga biz karşı duruşumuz gerek aziz karandaşlar. Aklımızı işçiltmişimiz gerek aziz karandaşlar. Bu kişilerinki Xitayning tegini yatқан vaqtida buni ba'zilar rasmiy Xitayning tegini yatqanligini bilamiz. Xitoy yeri boya, Xitoy xotna bola. O vaqtki o'nlik vatanparvarligi, o vaqtdagi davlatchilik nima ekan? Biz kunlar mustaqil javob qilganda va yoki vatanparvarlik nima ekan bu oliy janoblarniki. 5 yil burun bizning qarshi chiqdi bizga. Hatto Amerika bir erkak qirg'inchilikni itiraf qilmagan qadar bular bu ishonmak, dushmanlik, vatan dushmanda ular. Bütün kuchi bilan qarshi turdi. Hamda yana xalqni aldash uchun, burlash uchun Şarkı Türkistan'ın müstakil devlet deb itiraf qildirishni oldini olish uchun harakat qilyapti. Xitoyniki aştıranmaysan biz çokum müstakil bulunuz. Barçandan kalsın bu bizim bağlılık kılanmayız inşallah. Şunun için aziz karandaşlarım, benim kısılı sözler çektim yok. Biz kolumuzun kâgen hareketli kılışımız gerek. Uşşar kılışımız gerek. Düşmanlarınki, daim münafıkların o yollara karşı hareket kılışımız gerek. Şarkı Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkilotning qurilganligining 5 yilligini xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan namoyishi Breitbart xabar kanalida 5 iyun kuni xabar qilinib, Şarkı Türkistan sürgündü hükümetining bosh ministri Salih Xudoyorning e'lon qilgan axboroti. Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi inson qalbidan chiqqan usullari. Tesla'ning bosh ijroiya amaldori Elon Muskning Xitoyda shirkat ochib, majburiy emgakdan foydalanib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga sherik bo'lganligi. Salih Xudoyorning buningga ko'rsatgan qarshiligini tafsiliy bayon qildi. Nobel adabiyot mukofotiga sazovor dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz olim ulamolarda chirigilik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozgan. Agar siyosiy sezgirlik va qatliamga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarta siyosiy mavqe birligi shakllanmasa, ulamo va ziyoli turkumlardan bu xususga qarta haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalanmasa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdürüş bedeliga millatning mavjudlik krizislariga ziyonli rol o'ynaydigan taraflaridami ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qabohati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'roqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki
mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorliq xususlardan hisob so'rag'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi surishtisi qilinmay qolmaydi. Takasur surasining 8-oyatida har bir ne'matdan jazman savol so'roq qilinsizlar deyilgan. Burhan Muhammadning millat zulm ostida emas, qirg'inchilikda nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.